Xitoyning BDT xavfsizlik kengashida navbatchi rais bo'lishiga qaramay, kelar hafta BDTda Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq masalasi bo'yicha muhokama yig'ini o'tkazish qaror qilingan. İgilinishicha, Germaniya, Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada qatorliq davlatlar kelar hafta Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq masalasida muhokama yig'ini ichib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, a'zo davlatlarning va xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq masalasini qo'llashi haqida muhokama yig'ini o'tkazishni qaror qilgan. Xitoy buningga norozilik bildirib, BDTga a'zo davlatlarni mazkur yig'inga qatnashmaslikka chaqirgan. Xitoyning bu vaqtdagi uqtirishida Amerika qatorliq davlatlarning bu harakatining siyosiy maqsadda o'tirg'a qo'yilganligi, asli maqsadining Xitoyning taraqqiy qilishini cheklash ekanligi, shu sababli vakillar o'mikining Xitoyga qarshi mazkur faoliyatga qatnashmasligini talab qiladiganligini bayon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur tor muhokama yig'ini 12 may o'tkazildi ekan. Yig'inda Amerika, Germaniya va Angliyaning bosh elchilari so'z qilgandan boshqa, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining ijroiya raisi Kenis Ross, xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kalimartmi so'z qiladi ekan. Hozir Gollandiyada yashayotgan lager shohidlardan Qalbinur Siddiq Belgiya Uyg'ur jamiyatining taklifi bilan Belgiya parlamentida o'tkazilmoqchi bo'lgan Xitoyning Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlari to'g'risida guvohlik berish yig'iniga qatnashish uchun borgan. Holbuki, tuyuqsiz yuz bergan tor hakkerlarining hujumi sababli tor kesilib, bu faoliyat amaldan qolgan va kelar haftada o'tkazilgan bo'lgan. Lager shohidi Qalbinur Siddiq xonim aslida Xitoyning Uyg'ur diyorida qurilgan lagerida majburiy o'qituvchilik qilgan bo'lib, u o'zining Uyg'ur elida ko'rgan olganlarini, lagerlardagi Uyg'urlarga sistemlik yurgizayotgan qiyin qistoqlarni hamda lagerdagi ichki ahvollarni xalqaro jamoatga oshkorlagan edi. Uyg'urlar to'g'risida guvohlik berish yig'inini Belgiya parlamenti tashqi ishlar komiteti o'rinlashtirgan bo'lib, bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Belgiya Uyg'ur jamiyati uzundan beri tayyorlik qilgan ekan. Belgiya Uyg'ur jamiyati o'zining bayonotida mundaq deb yozgan: Yig'in amaldan qolgandan keyin har qaysi partiya rahbarlari yinimizga kelib o'zlarining afsuslanganligini aytdi. Qalbinur xonimning aytishicha, Fransiya AXT televiziyasi Qalbinur xonimni Belgiya parlamentida ziyorat qilgan. U Fransiya televiziyasiga o'zining Xitoy lagerlarida ko'rgan bilganlarini anglatgan. Yevropa Kengashining raisi Charles Michel Yevropa Ittifoqi bilan Hindiston o'rtasidagi erkin savdo, mablag' selish va jo'grafiyalik ko'rsatkich kelishimi to'g'risida suhbatlashishni boshlashni qaror qilganligini e'lon qildi. Michel sin yig'ini usul orqali Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari bilan Hindiston bosh ministri Narendra Modi o'rtasida o'tkazilgan uchrashish jarayonida o'zining ijtimoiy aloqa hisobida bu uchurni o'rtoqlashdi. Michel Yevropa Ittifoqi bilan Hindistonning strategik sheriklik munosabatida yangi sahifa ochganligini ko'rsatib, ularning kishilik huquq dialogi va bexatarlik jihatda quyuq hamkorlik o'rnatadiganligini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi bilan Hindistonning Xitoy virusi yuqumiga qarshi turishda ittifoqlashganligini bayon qilgan Michel, o'zlarining Hindistonni sog'lomlik aslahalari bilan ta'minlaydiganligini va vaksina ishlab chiqarishni oshirish uchun tirishadiganligini bildirdi. Xitoy olam bo'shliqiga avatgan, ammo qisqa vaqtdan keyin kontrollikdan chiqqan uzun safar 5B raketasi oxirida yer shariga tushib ketdi. Bu raketa parchalarining dunyoning nariga tushishi bir necha kundan buyon andisha qo'zg'ab kelgan edi. Necha kun ilgari orbitaga qo'yib berilgandan keyin kontrollikdan chiqqan Xitoy raketasi Hind okeanining Moldovaga yaqin ma'lum yeriga tushgan. Xitoy odamlik olam qatnashi ishxonasi raketaning Beijing vaqti 10:24 da Moldovaga yaqin yerga tushganligini e'lon qildi. Bu raketa Xitoyning olam punkti va uning yadroliq moduli Tianhe-ni olam bo'shlig'iga ilib chiqishi uchun 29 aprel olam bo'shlig'iga qo'yib berilgan. Qisqa vaqtdan keyin 22 tonnalik raketa kontrollikdan chiqib, parchalanishga boshlagan edi. Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi bir o'rta maktabning sirtidagi portlashda kam deganda 55 odam qazo qildi, o'nlagan kishi yaralandi.
Bu portlash shanba kuni poytaxtdagi Shia mazhabidagi Osonliq millat Hazara millati hukmronlik qilgan rayonda o'quvchilar binodan ayrilayotganda yuz bergan. Afg'oniston Ichki ishlar ministrligi Seyit Shuhayda maktabining oldida bomba qachilangan mashina bilan qilingan hujumda ko'pinchisi 11-15 yoshgacha oraliqda qizlar bo'lgan oz deganda 30 kishining hayotidan ayrilganligini va 52 fuqaroning yaralanganligini e'lon qildi. Egillanishicha, keyin qazo qilganlarning soni 55 ga yetgan. Hozirgacha hech qanday tashkilot hujumning javobgarligini ustiga olmagan. Talibanlar bu voqeani ayblab, hujum bilan munosabati yo'qligini e'lon qildi.